Assalomu alaykum hammaga, uzoq yaqindagilar va musofirdagilar hamma sog' salomatmi, hammangiz yaxshi yuribsizlarmi? Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, hammangiz sog' omonmisizlar? Bugun men kechki ovqatda oilam uchun tuxum bayrak pishirjak edim. Xorazmchasini aytganda yumurta bayrak pishirjak edim. Buning uchun hozir birinchi bo'lib xamirini qorib olaman. Xamirini avvalambor bismillahirrohmanirrohim deb bir tuxum chaqib olamiz. Keyin 1 stakan suva 1 qoshiqdan duz solamiz. Mana 1 stakan duz. Endi 2 zavoladin achchakman men. Duzni aritib olib, yaxshilab aritib olamizdan keyin mana tuxumni ustidan solib aralashtiramizdan ikkisini yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgandan keyin gerekçe un solib qattiq qilib xamir qoramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Un alangan bo'lishi kerak. Vaqt ko'p olmayin deb unni doğrusu aytsam alanganini ko'rsatmayman, lekin unni alab qilamiz. Biz qattiq qilib xamir qorib olamiz esa. Xamirni qorib bo'la geldi. Xamirni bitta qorib bo'lgan vaqtda ozgina yog'lab beramiz. Semichka yog'i bilan keyin yana yaxshilab musht beramiz. Yaxshilab musht berib bo'lgandan keyin zavolani ikkiga bo'lamizdan xohlasangizlar bir dona qilib zavola qilishlaringiz ham mumkin. Men 2 dona qilib zavola qilib olaman. Zavola qilib olgandan keyin hozir bir 5 minutdan qo'yamandan 10 minutdan yana zavolani yana bir marta yaxshilab zavolachani takizlab olamiz. Hozir esa 5 minutda dam oldirishga qo'yib qo'yamiz xamirni. Xamir damini olgandan keyin yaxshilab shunday qilamizdan yozilib ham shunday turib qo'yamiz. Hozircha damini olib turadi. Xamirini urvalab, yaxshilab tumalak etib, yupqa etib yozib olamiz endi. Bismillah. Yupqa etib yozib bo'lgandan keyin endi tumalak qolib etib kesib olamiz buni. Hozir men 2ga büklayman. Yo'q uchun aqlo doğrusu kichkinalik etdi ozgina. Zavolani ya ozgina bitta kichkinaroq etishim kerakmadi, shuning uchun ozgina kichkinalik etib qo'ydi. Keyin bunda 2ga büklab, xohlasangizlar 4ta büklab darrov kesib olish uchun 4ta büklasam bo'ladi uni. Bundisini 2, bunda turib 4-chisini. Keyin xohlasangizlar tumalak shakldagi formada, xohlasangizlar meningdek shuningdek stakanna pedalansanızlar ham bo'ladi ina. Bismillahirrohmanirrohim. Yine şunun 4 tane bolup çıkadı. Hazır. Katını açıp gösteremem. Yine. Vaqtdan ko'proq
utamızdan şunu da. Bulanı şorba, kayışkürdeki deyimmi, aşının deyin nərsələr üçün, pişirmək üçün keyin qatırıb qoysa bola verədi. Şorbağa salıb, ya bulmasa üzünü qaynatıp qatıqa bulab yesəm boladı bu qıraqlarını. Mən şunu da etdirəməm. Teyar, xamir bulub dura verədi. Yine şunu da kesip aldı. İndi keyinki zavalamızdan xuddi şunun şəkildə kesip alamız. Xamirini yazıb kesip olğandan keyin indi içine salınadı onun naçinkəni zötüb alamız. İçine hazır mən 12 tuxumla qılacaqman. Xahlasanızla 10 tuxum bu. Özlərinizlə, ailələrinizdə adamlara sağına qarab qıla verəsilər. Mesela edişimizə 12 dana tuxumunu çakıb alamam indi. Keyin hər bir tuxum üçün bir kaşıktan yağ salamız. Xahlasanızla sliviçni yağdan pedalansanız aram boladı, sarı yağdan pedalansanız aram boladı. Mən daha sarı yağ var, lakin ballarım sarı yağını isini yaktırmaydı şunun üçün. Semiçki yağından pedalaya yatırmam. Bir tuxuma bir kaşık yağ. 8, mənimcə 9, 10, 11. Neçə tuxum satsanızlar, şunca kaşık yağ salasılar. 12. Keyin şunca kaşık süt salamız. Keyin duz salamız. Şimdi yarım aş kaşıkda saldım duzunu. Keyin vençik bilan yaxshilab aralashtiramiz. Ya vilka yordamida aralashtirsam bo'ladi. Yumurta bərəkinin naçinkəsini ham zötüb aldı. Endi xamirlarımızı yapıştırıb alamız. Xamirini nişab yapıştırıb alamız. Xamirini şunun kesip alğandan keyin şərəvəli suva 2 ayın başını şunun qılamızda yapıştırıb çıxarmız. Ortası açıq qalışı gerek.
Aynen shuningdek o'rtasi nachinka solinishi uchun ochiq qolishi kerak. Hozir imbirni urg'alab olamiz. Buni yana ham ko'rsataman. Ikkinchi chetini yaxshilab qisib olamiz, sababi qachon nachinkani solgan vaqtimiz yorilib ketmasligi uchun. Keyin uni bulab olib, shunday terib chiqaveramiz endi. Bu tuxum barakni xolasa to'rtburchak qilib ham qilish mumkin. Buni ichine slivichni yog' solib aytganimdek yesam bo'ladi. Ya bo'lmasa Buxoroda men yerda zig'ir yog'i ham solib qilinadi. Men zig'ir yog'i solib solinganini to'g'risi yeb ko'rmaganman va qilib ham ko'rmayapman. Endi Xudo xohlasa bir kun qilib ko'ramiz. Bularniki ham to'g'ri. Sababi shu tuxum barak pishirib qo'yganimda Buxorodan ham yozgan ekanlar, bizada zig'ir yog'i solib pishiramiz deb. Bularnikini ham to'g'ri deb bilaman. Xohlagan yog' mahsulotlaringizdan qilishlaringiz mumkin. Xohlagancha. Ko'pchilik ham yozibdi, sariyog' solsangiz yaxshi bo'lar edi, to'g'ri. Lekin o'zim ham tuxum barakda uncha sariyog'ni isini yoqtirmayman. Shuning uchun solmayman. Qilaman. Ya bo'lmasa slivichni yog' solsangiz ham debdilar. Har kimni nasina qarab, o'zini tabina qarab qilib yeyaveradi. Ozgina ishi nasini aytmasammi? Bizning Xorazmda endi xaltalab dedi. Xamirni xaltalashini aytmasa, hech ham bir qiyin ovqat emas. Ham ozgina mahsulotdan bo'ladi. Masalan, uyda bir 2-3 odam bo'ladigan bo'lsa, 5-6 tuxumdan erinmasak, xamir atib, darrov yozib, tansiqdan Xorazm xalqini tansiq taomlaridan biri hisoblanadi. Tuxum barak. Hurmatli obunachilarimiz, shuningdek qilib, esa xamirlarni xaltalab olaveramiz. Obunachilarimiz xamirni xaltalab bo'lgandan keyin endi qaynab turgan suvga bir qoshiq tuz solamiz. Чтобы шаровали bo'lsin-da, bir qoshiq tuz hamdasa bir qoshiqda ozgina yog' solib beramiz. Keyin xamirimizni olib salamizdan Bismillahirrahmanirrahim. Sal ko'proq solib berdim. Shundan qaynab turgan suvga solib pishirib olamiz. Это я сюда положу? Нет, Ну, куда? туда положи. Окей. Там на той стол положи.
bo'lsin. Bunday yapın. Holadenki koyup eritib turasizmi? Hozir. Nej, Pingo. Gut, ja. Qaynab pishib chiqqan daraklarni endi suva olamiz. Sovuq suva. Shu yuzidan chiqib chishib turgan daraklar pishgan bo'ladi. Suvdan shundan idish olamiz endi. Darrov suvda qo'ymang. Hurmatli obunachilarimiz, mana yumurta barakimizdan pishirib bo'ldik. Endi sizlar bilan birgalikda ta'mini ko'ramiz. Ham eyronni biladim. Kim eyron bilan yesa, yaxshi ko'rsa ham o'zini oddiy qatiq bilan ham yeyish uchun bunda tayyorladim. Shunda qatiqqa bulab endi ko'ramiz. Bismillah. Namazlı bo'libdi. Yana icham pishib, yaxshi pishgan. Hurmatli obunachilarimiz, hammangizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Ro'zadorlarni tutgan ro'zalarini Allohim o'zi dargohida qabul qilsin deyman. Hammangizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Oilalaringizga baxt, farzandlaringizga sog'lik, salomatlik tilagan holda uzoq yaqindagilar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Musofirdagilar kisalaringizga dollarlar, yevrolar tilab qolaman. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xo'sh, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Boringizga shukr.